Tinchlik xohlasang, urushga tayyor bo'l. Bugungi mavzuyimiz og'ir va hayotiy haqiqatlarni ochib beradi. Biz xalqimizni orqaga tortgan, izzatini yerga urgan tinchlik ilohi siyosatining oqibatlarini tahlil qilamiz. Tinchlik degan so'z ostida bizni kimlar va nima uchun aldadi? Bu siyosat aslida qanday zararlar keltirdi va biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Yillar davomida osmonimiz musaffo deb o'zimizni tinchlik ilohiga sig'inish bilan ovutib keldik. Domlalar esa sabr qil, shukr qil, Allohning sinoviga chidagin deb xalqni itoatga chaqirdi. Ammo bu so'zlar ortida xalqni kuchsiz, o'z huquqlarini talab qila olmaydigan, qashshoq va zulmga itoatkor qilish siyosati yotganini anglamadik. Alloh taolo Qur'onda sabr qilishga chaqirganida domlalar aytgandek zulmga ko'nikishni emas, balki adolatni tiklash uchun kurashda sabr qilishga chaqirgan. Ammo bugungi kunda sabr tushunchasi domlalar tomonidan noto'g'ri talqin qilinib, xalqni itoatkorlikka va zulmga chidashga majbur qilish vositasi sifatida ishlatilmoqda. Svet gaz bo'lmasa hayot tugagan deb qolyapti-kanda. Nimaga? Mana shu yerda bir narsani aytmoqchiman, birodarlar. Gaz svet yo'q. Bugun biz uchun bu musibat bo'pti, birodarlar. Gaz svet yo'qligini o'zi bugun musibat bo'pti. Biz bunga o'rganib qolganimizdan. Holbuki gaz svet bo'lmaganda ham odamlar, ota-bobolar qanday yashashgan, yashashyapti ham hozir. Tarix va zamonaviy dunyo shuni ko'rsatadiki, haqiqiy tinchlik va qudrat soxta tinchlik va zulmga sabr qilish bilan emas. Xalqiga zulm qilmaslik, korrupsiyadan uzoq bo'lish, ilm-fanga e'tibor berish va eng asosiysi jangga tayyorgarlik ko'rish va kuch bilan qo'lga kiritiladi. Misol uchun, Amerika Qo'shma Shtatlari so'nggi 200 yil ichida deyarli doimiy ravishda urush holatida bo'lgan. Ular ichki fuqarolar urushidan tortib, Ikkinchi jahon urushiga qadar, Koreya va Vyetnam urushlariga qadar turli mojarolarda qatnashib kelgan. Shu janglar davomida ular nafaqat qudratli harbiy kuchga ega bo'ldi, balki iqtisodiyotini, texnologiyalarini va xalqaro nufuzini ham mustahkamladi. O'zimizni tariximizga nazar solaylik. O'zbeklar jangovar bo'lgan davrlarda dunyo bizni hurmat qilgan, ilm va madaniyat markazi bo'lganmiz. Amir Temur davrida Samarqand dunyoning eng kuchli ilm-fan markaziga aylangan. O'sha davrlarda Imom Buxoriy, Imom Termiziy va Burxoniddin Marg'uloniy kabi buyuk diniy allomalar islom ummatiga ta'lim berdi. Dunyoviy ilm-fan sohasida esa Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Al-Xorazmiy, Ibn Sino kabi allomalar tarix sahifalariga nomlarini oltin harflar bilan yozishdi. Bularning barchasi urushga tayyorgarlik, kuch va harbiy qudrat tufayli erishilgan natijalar edi. Ammo jangga tayyorgarlik ko'rmasdan, kayfu safo va o'zaro fitnalarga berilgan davrda xalqimiz qudratini yo'qotdi. Natijada Turkistondagi Buxoro, Qo'qon va Xiva xonliklari rus bosqinchiligi oldida taslim bo'ldi. O'sha paytda xonliklarda zamonaviy qurollar yo'q edi. Xonliklar ayshu ishratga berilgan, ichki nizolar va jangovar qoloq holati tufayli kuchsizlanib, dushmanga qarshi tura olmadi. Natijada bu qoloqlikning badalini esa xalqimiz 100 yil davomida ruslarning qo'lida xorlik bilan to'ladi. Ammo bu xorlik kommunist rejim qulashi bilan yakunlanmadi. Mustaqillikka erishganimizga qaramay, ruslar tomonidan tarbiyalangan va o'zimizdan chiqqan hukmdorlarning tinchlik ilohi ostidagi siyosati xalqni qayta xorlikka yetakladi. Xalqimiz bugun tinchlik ilohi siyosati ostida yanada xorlanmoqda. Shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. Mustaqillikka erishganimizga qaramay, davlatimiz yillar davomida urushga tayyorgarlik ko'rish o'rniga xalqini zulmga qarshi itoatga va qashshoqlikka mahkum etdi. Mana shu osmon, mana shunday yorug' osmon, bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Hech kim mana shu yerda hech qachon kam bo'lmaydi, bolalarim, eshitinglar shuni. Shukr qil, sabr qil, osmonimiz musaffo degan gaplar bilan xalqni o'z huquqidan voz kechishga, zulmga ko'nikishga chaqirdi. Natijada bugun o'zbek xalqi dunyo oldida qadr qimmatsiz, ayanchli voqelik qarshisida kuchsiz bir ahvolga keldi. Tinchlik degan soxta iloh olib kelgan siyosatning zararlarini qisqacha sanab o'tsak. Birinchisi qashshoqlik. O'zimiz gaz konlariga ega bo'lsak-da, gazsiz yashayapmiz. Qish kunlarida odamlar tappi yoqib uylarini isitmoqda.
O'zimizda neft bor, lekin benzin uchun soatlab navbatda turishga majburmiz. Iqtisodiy qoloqlik. Dunyo 10 yillar avval ishlab chiqarishni to'xtatgan. Eski rusumdagi mashinalar bizda qimmat narxlarda sotilmoqda. Chetdan keltiriladigan zamonaviy avtomobillarga qo'yilgan qimmat bojxona to'lovlari tufayli xalqimiz ulardan foydalanish imkoniyatidan mahrum. Jarimalar va soliqlar. Hukumat har yili bir necha yangi soliq va jarimalar bilan o'z xalqini ezmoqda. Jarimalar esa otni kallasidek. Huquqsizlik, o'z haqqini talab qilgan odamlar qamalmoqda yoki bosim ostiga olinmoqda. Xalqning ovozi eshitilmasligi uchun zulm va qo'rquv muhitini saqlab turishmoqda. Milliy qadrning yo'qolishi, tinchlik siyosati va itoatga chorlov natijasida bugungi kunda xalqimiz dunyoga arzon qora ishchi va fohisha yetkazuvchi xalq sifatida ko'rilmoqda. Bu bizning eng katta fojiamizdir. Rossiya, Koreya va Turkiyada o'zbekman degani uyaladigan holatga kelib qoldik. Yevropa, AQSh, hattoki arab davlatlaridagi xalq ham buyuk O'zbekistonimizni bilmaydi. Qayerdansan degan savolga O'zbekiston deb javob bersangiz, Pakistan deydi. Yo'q, O'zbekiston desangiz, Afg'oniston deydi. Do you know Uzbekistan? Pakistan. Pakistan. Uzbekistan. Oh, no. The same image I have of Afghanistan, mountainous. There's a lot of mountains, right? Xullas, televizorlarda aytilgandek, unchalik ham qudratli emasmiz. Xalqimiz o'zi uchun savol berish kerak. Nega bizning ajdodlarimiz buyuk bo'lgan, ammo biz hozir qudratsizlik va xorlikni boshdan kechiryapmiz? Haqiqiy qudratga qanday erishiladi? Bugungi dunyodagi eng qudratli davlatlar kimlar? Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Rossiya, Britaniya va Fransiya. Bu davlatlarning barchasi Birlashgan Millatlar Tashkilotida veto huquqiga ega. Nima uchun aynan ular bu huquqqa ega? Chunki ular eng kuchli harbiy salohiyatga ega bo'lgan davlatlar hisoblanadi. Veto huquqi ularga jangovar qudrat va kuchli tayyorgarlik natijasida nasib qilgan. Bu davlatlar o'z nufuzini soxta tinchlik siyosati bilan emas, balki tarixiy va zamonaviy urushlarda g'alaba qozonib, qurolli kuchlarni doimiy ravishda mustahkamlash orqali saqlab qolgan. Qizig'i shundaki, harbiy texnologiyalar uchun qilingan ixtirolar va investitsiyalar keyinchalik oddiy xalqqa xizmat qiladi. Masalan, internet, GPS, aviatsiya, tibbiyotdagi ko'plab kashfiyotlar dastlab harbiy ehtiyojlar uchun ishlab chiqarilgan. Ammo keyinchalik ular insoniyat taraqqiyoti uchun asos bo'ldi. Izzatni qaytarish yo'li. Xalqimiz o'z izzatini qaytarishni istasa, avvalo bizga zulm qilayotgan davlatlarimizdan haqqimizni talab qilishni o'rganishimiz kerak. Hukumatning zulmi, korrupsiya va boyliklarni talon-taroj qilishga qarshi qonun doirasida kurashishimiz lozim. Faqat o'z huquqini talab qilishni bilgan xalqgina dunyo oldida izzatga erishadi va albatta islomga qaytish haqiqiy qudrat yo'lidagi eng asosiy qadamdir. Chunki islom bizga faqat ibodat qilishni emas, balki kuchli bo'lishni, diniy va dunyoviy ilmda va harbiy sohada taraqqiy qilishni o'rgatadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: kuchli mo'min zaif mo'mindan afzal. Urush faqat vayronagarchilik emas, balki taraqqiyotning asosi. Buyuk sarkardalarimiz Amir Temur, Shayboniyxon va Bobur faqat urushlarda g'alaba qozonibgina qolmay, ilm, fan va madaniyatni rivojlantirishga ham hissa qo'shishgan. Jangga tayyorgarlik orqali nafaqat dushman ustidan g'alaba qozonilgan, balki texnologiyalar, iqtisodiyot va jamiyat rivojlangan. Shunday ekan, esda tuting, dunyoda faqat kuchli bo'lgan izzat topadi, kuchsiz esa yo'q bo'ladi. Tinchlikni saqlash uchun har doim o'z haqqini talab qilish zarur. Faqat shu yo'l bilangina xalqimiz o'z izzatini qaytaradi. Alloh barchamizni kuchli, sabrli va izzatli bo'lish yo'lida sobit qilsin.